Bahorda qish o'tdi, uylanmadimi? Yoz issiq ekan, to'yni qilganini qara. Ana surnachi Afrikadami deyman. Senlar birinchi kun to'yga chiqyapsan. Men 15 kundan beri to'y yuribman. Qorayib ketaman-da. O'zda ekan-ku. Gap yo'q, kuyovjo'ralar yomon qildiribdi. O nimaga bu hammaja suv bo'lib ketdi? Aha, o'ynayotimiz bu issiqom terlaydi, suv bo'ladi-da. Ha, bo'lmasa o огородga kartoshka oldiga o'ynanglar, ukulonda suv chiqmaydi. Qoching-a, ketdik. To'g'ri tur. Tezlashlaring kuyovjo'ralar keldi. Yo'q, bitta ko'ring. Aha, shoshma. Makiyajim oqib ketdi. Obbo, qarama dedim-man senga. Shpakrovka tortib abo qilib. Obbo, o'tir endi. Aparatim qani? Zarnasi ekanda bu. Ey, nima fikr avval? Unga qara. Assalomu alaykum. Ey qizim, dugonang ichkarida ket tez. Bu qizcha qarindosh emasmi sizga, amak? Birinchi marta ko'ryapman buni. Qani qo'y. Obuga nima bo'ldi? Quyosh terib qolibdi-ku. Og'izdan qo'yamiz. Dushni turbasi qayerga qolgan endi? Amaki, menga beraman hozir. Bemalol. Qanday bo'lgan bular? Hay, bo'ldi. To'xtalaringlar. To'y bo'lyapti, ketdik bo'ldi, chiqamiz. Bizlar yoshligimizda rosa shunaqa cho'milardik-a. To'ylakamda rasmga olaman men. O, yangi telefon olibsanmi? Ha, ishonchli kunlarda 3-chi, 4-chi, 5-chi iyul kunlari smartfonlarni boshlang'ich to'lovlarsiz, qo'shimcha ustamalarsiz o'zini narxini 12 kunga bo'lib berishga beryapti. Bundan tashqari 3-iyuldan 12-iyulgacha Artel Shivak sotuvchilarini hali hech qayda bilmagan narxlarda 0012 sharti bilan xarid qilish mumkin ekan. O'shandan oldin bundan arzon topolmaysan. Zo'r ekan lekin. Qani qizim baxtli bo'l. Kuyovjo'ralar qani? Boshinglar, biz orqadan yetib olamiz. Amaga tutinglar, biz cho'milaylik. Bor, baba kelyapti, nima qilamiz?